Garov ta'minotidagi yengillik berilgan bitta kreditlarimiz bor. Birinchisi mahallada biznes, buni ko'pchilik bilsa kerak, 60 million so'mlik. Ikkinchisi mahallada tadbirkor degan 300 million so'mgacha qarz yukidan kelib chiqib 3 yil muddatga kredit beramiz. Agar aylanaga bo'ladigan bo'lsa 18 oy muddatga bo'ladi. Bunda o'sha eng asosiy talabi korxonani oldin faoliyat yuritganligi. Agar faoliyat yuritgan bo'lsa, oborotiga qarab 300 million so'mgacha o'sha sug'urta kafilligi yoki jismoniy yuridik shaxs kafilligi bilan kredit beramiz. Aytmoqchi bo'lganim, agarda faoliyat joyi bo'ladigan bo'lsa, yana kreditga qo'shimcha ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, shu 300 milliondan ham foydalansa bo'ladi. Oborotda 20% qarz yuki degani nima degani? O'sha kreditni olayotgan kreditingizni 1 oylik to'lovi, o'sha siz oborot 1 oyda qiladigan oborotingizni 20% ga to'lab berish kerak ekan. Bu degani masalan 10 million oborot qilasiz, kredit to'lovi 2 million bo'ladi. Shunda siz o'sha kreditni ola olasiz. Mana endi maqsadlarga o'tamiz. Maqsadni beradi. Bu kreditimiz o'zi maqsadli hisoblanadi. Biznes plan bor. Biznes planni o'zimiz